boshlang'ich to'lov qilmaysizlar, bonusiga shunaqangi hozir sizlarga bonusni qo'shib beraman. Xullas, qaranglar. Damas avtomobili 1 so'm boshlang'ich to'lov qilmaysizlar, nomer bilan notarius o'ziga pul olib kelasizlar. Atsenga puli bor, sug'urtasi bor, u yoq bu yoq, yatiti, patiti deymiz. Bunaqa narsalarga pul olib kelmaysizlar, faqat nomer bilan notariusga pul olib kelsanglar bo'ldi. Qolgan hamma xarajatni o'zimiz qilib beramiz. U yoq bu yoq $500 dan ham oshadi. Mayli, $500 olib kelinglar, tilimdan chiqib ketdi. Mana shu Damasni shundoq beraveramiz. Ko'pchilik aytayapti kommentariyada, yolg'on yozyapmiz, telefon qolmiz, sotilgan deyapsiz, u deyapsiz, bu deyapsiz. Akalar, telefon qilinglar, 12 ta viloyat kuzatyapti. 36 million aholi kuzatyapti. Rossiyadan turib zaklad tashlayotganlar bor. Uspet qilish juda ham qiyin, chunki profilimizga kirsanglar faqat boshlang'ich to'lovsiz mashinalar turibdi. Mana shunaqa zo'r avtomobillarni sizlarga tavsiya qilyapmiz. Olinglar, maza qilib haydanglar, chunki tirikchilik bob avtomobil. 2,5 milliondan oliy to'lov chiqadi akalar. Mashinaning holatini ko'ringlar. Va zo'r, idealniy holat turibdi. Mana chexollari, poliklari. Akalar, eng zo'ri gaz ballonlarigacha ustanov qilib qo'yilgan. Mashina idealniy holatda. $500 olib kelasizlar, boshqa bir so'm ham xarajat qilmaysizlar. Oldin boshlang'ich to'lovni qo'ygan bo'lsak, xarajatiga $900 o'pchi ketadi. O'zi asli. Qolgan hamma xarajatni o'zimiz yonimizdan qilib beramiz. $500 olib kelasizlar, berasizlar. Qolganini o'zimiz hal qilib beramiz. Xodiyafto, siz ishonchingiz uchun harakat qilyapti. Like bilan podpiska esdan chiqmasin.